Tomoq, quloq, burun bilan bog'liq kasalliklar kamayishi uchun 5 ta maslahat. Birinchisi, albatta shifokor qabuliga keling. Google emas, qo'shni emas, reklamadagi dorilar emas, aynan shifokor oldiga. Ikkinchisi, qarindoshlar maslahat berganicha yuvish. Siz o'ylagandek foyda bermaydi. Aksincha, holatni yomonlashtirish mumkin. Uchinchisi, qulog'ingiz og'ridimi? Hech narsa tomizmang. Umuman hech qachon. To'rtinchisi, agar burningiz 7 kundan ko'proq vaqt o'tsa ham ochilmasa, bu oddiy shamollash emas. Beshinchisi, agar farzandingiz xurrak otayotgan bo'lsa yoki burunga gapirayotgan bo'lsa, kechiktirmang. Endi birinchi maslahatga qaytamiz. Har bir kechikkan kunda kasallik o'z ishini qilyapti. Men lor shifokoriman va har kuni ko'raman. Agar bemor bir oz oldin kelganida hammasini yengil hal qilish mumkin edi. Qabulimga yoziling, men kutib qolaman.